Assalomu alaykum. Bizning yuz barmoqlarni kuzatadigan obunachilar, mana xudo xohlasa Andijon viloyati Oltigun tumanida mana shunday go'zal holatdagi tunikafon ishimizni o'z nihoyasiga yetkazdik. Mana ko'rib turganingizdek, mana shu ichkari shapkamiz bunday taylari bilan darvozabon ko'cha shapkalarimiz bilan bo'ldi. Bu ichkari shapkamiz oq qimmatli fasonda bo'lib, 2 qavatli zinafaya pianino fasonda bo'ldi. Taylariga bo'lsa mana bunaqa navo karnizlardan qo'yib berdik va mana bu zardivolli o'rnlarni, apishkalarni ham shunaqa chiroyli qilib to'sib berganmiz. Ish sifatiga o'zinglar baho berib qo'yaverasizlar. Xudo xohlasa chiroyli qilib sizlarni ham uylarni shunaqa tunikafon qilib beramiz. Uyimizga tarnov qo'ymadik, chunki jo'lbasi bor edi. Shuning uchun oldilariga qosh qilib shunaqa ko'rinishda qilib ketganmiz. Bu esa darvozaxonamiz bo'ladi. Darvozaxonamiz o'rtalariga shunaqa shahamatlardan terib, 3D do'ppilardan qilib, chegalariga bo'lsa gullarimizdan aylantirganmiz. Mana buni ham darvozaxonamizni ham karnizini navo karniz qilganmiz. O'rtamizga bo'lsa mana bu bitta kosmosdan, avalniy kosmos deyiladi, shundan qo'yib berganmiz. Xizmatlarimiz bunday vodiy bo'ylab bo'lyapti. Siz vodiyda qayerdan bo'lsangiz ham aloqaga chiqsangiz shunaqa chiroyli ko'rinishda qilib beramiz. Hozirgi kunda 135 ming so'mdan 140 ming so'mgacha hamma rasxod ichida qilyapmiz. Bu ko'cha tomonimiz bo'ladi. Ko'cha tomonimizni ham shunaqa chiroyli ko'rinishda qilib berganmiz. Ko'cha tomonimizni bittalik qilganmiz, ko'rib turganingizdek. Kichkina chiqqan edi, shapkamiz eni kichkinaligi uchun bittalik qilganmiz. Ichkari tomonni ikkitalik zinafayali qilganmiz. Bu ko'cha tomonga tanlovlari bilan qo'yib berganmiz. Xudo xohlasa mana shunaqa chiroyli ko'rinishda qilib, mana bu yonboshlarini ham qilib berganmiz. Mana shunaqa bu yerga lesa terish juda muammo bo'lgan. Chimashitga lesa terib, shu ko'rinishda chiroyli qilib, taylarni gipsa kardonlariga cho'qilib berib, nima kiyishi bo'lsa hammasini o'zimiz qilib berib ketdik. Siz vodiydan bo'lsangiz aloqaga chiqing. Xudo xohlasa chiroyli narxlarda kelishtirib qilib beramiz. Xizmatlar bo'lsa 97 kodi bilan 8580909 raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xohlasa kelishib qolsangiz, sizning ham shunaqa chiroyli tunikafon qilib beramiz.